Ey nafsim, shu paytgacha mening bo'ynimdan ip o'tkazib olgan eding. Qayerga istasang o'sha yerga sudrading. Esingdami? Endi esa men o'sha arqonni sening bo'yningga o'tkazaman. Nafsi mulhiba ilhom olguvchi nafsdir. Ya'ni Allohning ahli ilmlarga bergan nafsidir. Alloh uchun qilgan ishingizning oxiri xayrdir. Nafs uchun qilganingiz esa falokatdir. Qozi ko'zlarini uftodaning qora ko'zlaridan uza olmas, yosh boladek yig'lamsirab turardi. Dunyoda nima qilayotgan bo'lsang bilki, bu ish yo Alloh uchun, yo nafsing uchun qilinayotgan bo'ladi. Qanday baxtiyorman, sevinchim ichimga sig'mayapti. Qozi yana men tomon qaytayotgan, meni tanlayotgan edi. Birozdan so'ng qozi boshini changalladi. Keyin ko'zlaridan duv-duv yosh oqdi, faryodlar qildi. Men esa yana jim bo'lib qoldim. Ovozim chiqmadi. Unga shunchalik yaqinlashganimda birdaniga nima bo'ldi? Qozi tishlarini mahkam siqdi. Yig'idan soqollari ho'l bo'ldi. Ey nafsim, nega hech bas qilmaysan? Nega bas qilmas ekanman? Bas qildim. Chunki gapirishga kuchim yo'q edi. Qozi bularning barchasi mening tuzog'im ekanini bilib bo'lgan edi. Hasad o'qlariga sabr qalqonlari bilan qarshi chiqqan edi. U bularni qayerdan bildi? Qanday bildi? Ey nafsim, shu paytgacha mening bo'ynimdan ip o'tkazib olgan eding. Qayerga istasang o'sha yerga sudrading. Esingdami? Endi esa men o'sha arqonni sening bo'yningga o'tkazaman. Sening burningni yerga ishqalayman. Modomiki ovozingni o'chirmas, tuzoq qo'yishingni bas qilmas ekansan, endi o'zingdan ko'r. Seni qattiq azoblayman. Shoshmay tur hali. Meni tark qilish uchun yalinib yolvorasan. Qozi shunday deb o'zini tahoratxonaning kesaklariga otdi. Nima qilayotganini tushunmay qoldim. Qozi xo'ngrab yig'lar, orada bas qil ey nafs, bas qil deb ham qo'yar edi. Men noiloj hech narsa deya olmadim. Bu kunimdan o'lganim yaxshi edi. Endi maqsadimga erishaman deganimda nima bo'ldi o'zi? Alamdan yonyapman. Xuddi osmon qulab boshimga tushgandek bo'ldi. Bir o'lib tirildim. Mahmud afandi butun badani bilan yerda yotar, soqollari bilan yerlarni supurar edi. Nihoyat men taslim bo'ldim. 3-martaba. Nafsi mulhima. Tasavvufda nafsning 7 martabasidan 3-si bu martaba inson Allohdan ilhom oladigan darajagacha yetgan bo'ladi. Nafsini gunohlardan poklagan najot topur. Uni gunoh bilan ko'mgan esa noumid bo'lur. Shams surasi 9-10 oyatlar tarjimasi. Nafsi mulhiba ilhom olguvchi nafsdir. Ya'ni Allohning ahli ilmlarga bergan nafsidir. Ilhom qalbga Allohdan kelgan ma'nodir. Mulhima, ya'ni ilhom beruvchi nafsga erishgan kishida ilm, to'g'rilik, tavozi, jo'martlik, sabr va shukr kabi hollar namoyon bo'ladi. Bunday nafs egalari kim degan savolga olim mo'minlarning nafsi deb javob berilgan ekan. Mulhima nafs, nafsning shivir-shivirlari, vasvasalaridan najot topishning chegarasida joylashgan. Shuning uchun ham bu holatdagi insonning nafsi lavvomaga tushib qolish tahlikasi bordir. Bursa 1578-yil. Mahmud afandi. Alloh uchun qilgan ishingizning oxiri xayrdir. Nafs uchun qilganingiz esa falokatdir. O'sha kuni Mahmud afandi tahoratxonada burnimni tuproqqa ishqadi. Meni yer bilan bitta qildi. Jonimni shu qadar og'ritgan, shu qadar azob bergan ediki, go'yo tovushimni bir umrga o'chirib qo'ydi. Yerga yotib olib soqollari bilan yerlarni supurdi. Go'yo meni mag'lub qilish, jonimni og'ritish uchun u yerdan hech qachon turmaydigandek edi.
Lekin shu payt Uftoda paydo bo'ldi-yu, Mahmud afandi tahoratxonaning kesaklari ustida yastanib soqoli bilan yerlarni suparayotganini ko'rdi. Darhol borib, qo'llaridan ushlab turg'izdi. Mahmud afandi o'zida emas edi. U tinmay o'sha so'zlarni takrorlar edi. Bas qil ey nafs, bas qil, bas. Og'zidan chiqayotgan so'zlar faqatgina mening ovozimni o'chirish uchun yangrayotgan edi. Men taslim bo'ldim. Unga yaqinlashish, u bilan gaplashish jonimni azobladi. Endi u mendan emas, men undan qochadigan bo'ldim. Uftoda kelib yerdan turg'izmasa balki meni o'ldirmaguncha turish niyati yo'q edi. Uftoda uning qo'llaridan mahkam ushlab turg'izdi. Bolam, bo'ldi. O'zingni bos endi dedi. Mahmud afandi javob bermadi. Men alamdan azob chekar edim. Mahmud esa meni o'ldirmay turib o'rnidan turadigan emas edi. O'g'lim, dedi Uftoda sal qattiqroq ohangda. So'ng yelkasidan ushlab o'ziga keltirmoqchi bo'lib qozini silkitdi. Mahmud biroz o'ziga kelgandek bo'ldi. Bo'tam, soqol muborak narsa. Bo'ldi, tura qol endi. Sen bu imtihondan ham o'tib bo'lding. Bo'ldi, nafsing zanjirband qilindi. Sen uning qo'l oyog'ini kishanlading. Bundan keyin senga yaqinlashishga qo'rqadi. Jur'ati yetmaydi. Unga bu ishing shunday dars bo'ldiki, hech qachon unutmaydi. Bundan keyin ham nafsingga nisbatan irodali, kuchli bo'l. Qani bo'la qol, o'zingga kelib ol. Mahmud yomon tush ko'rib cho'chib uyg'ongan, keyin esa uyqusirab turgan odamdek bir muddat Uftodaga ma'nosiz, tushunarsiz boqib turdi. Bo'lib o'tgan voqealar uni ham ancha charchatibdi, lekin baribir sabr qildi. Menga ergashmadi. Sabrsizlik qilib sal bo'shashsa, albatta joyi mening yonimda bo'lardi. Men bilan kurashish mashaqqat talab qiladi. Shunday bo'lsa ham bu safar yaralangan men bo'ldim. Uftoda aytganidek endi Mahmud afandining yoniga yo'lashga ham qo'rqib qoldim. Qozi ko'zlarini Uftodaning qora ko'zlaridan uza olmas, yosh boladek yig'lamsirab turardi. Menga azob bergani bilan o'zining ham joni og'riyapti. Qozi Uftodaning ko'zlariga nimadir kutayotgandek bo'lib qaradi. Ammo nimaligini o'zi ham bilmaydi. Bo'tam, yur men bilan. Uftoda shunday deb uni yetakladi. Mahmud afandi shayxining orqasidan ergashdi. Xonaqohning old tarafidagi bir daraxtning yoniga kelishdi. Hech kim yo'q, atrof jimjit. Uftoda to'xtadi. Biroz atrofga qaragan bo'ldi. Quyosh tepadan nur sochib turibdi. Ikkisining soyasi tuproqda ko'rinar, soqollarini shabboda tebratib silar edi. Mahmud afandining peshonasidan sovuq ter oqdi. Mahmud, mana shu tuproqda o'sib, unib, yam-yashil bo'lib turgan nabototni ko'ryapsanmi? Mahmud afandi javob bermay ko'zlarini peri ko'rsatgan tomonga tikdi. Qara, shu o'simliklar sening kabi tuproqning ostidagi bir urug' edi. Yashash uchun avvalo ustlaridagi tuproqdan tutilib, uni yorib chiqishlari kerak edi. Bo'lmasa yer ostida chidab, chirib, nobud bo'lishar edi. Qora tuproqni teshib chiqishlari uchun esa suv kerak edi. Mahmud afandi gullarga avvalgidek diqqatliroq qaray boshladi. U hali ham o'ziga kelmagan, ichida olovlar yonmoqda edi. Mahmud, bolam, dedi Uftoda. Sen ham qora tuproqning ostidagi bir urug' eding. Ustingdagi tuproq esa nafsing edi. Shuning uchun sen ham avval tuproqni yorib chiqishing kerak edi. Men senga kerak bo'lgan narsani berdim xolos. Ustingdagi tuproqni olib tashlash, yorib chiqish uchun sabot ko'rsatding. Senda samimiyat, sabr va fidokorlik bor. Mana endi sen nafs tuprog'ini ustingdan olding. Quyosh yuzini ko'rib, oydinlikka qovushding. Yana Mahmud afandining ko'zlari yoshga to'ldi. Nimalardir demoqchi bo'ldi, lekin so'zlari tiliga kelmay bir muddat kalovlanib qoldi. Ammo keyin chidab tura olmadi. Uftodaning qo'llariga egildi. Ko'z yoshlari ustozining qo'llarini ho'l qildi. Uftoda Mahmud afandining boshini siladi. Xuddi o'z farzandining boshini silagandek siladi. Lekin
Unutmaginki, tuproqdan qanday chiqqan bo'lsang, tuproq senga qanday jon ato qilgan bo'lsa, bir kun mana shu qora tuproq mozoring bo'ladi. Demoqchimanki, nafsga qarshi jang hali tugamadi. Unutma, toki ajaling kelmagunicha o'lik hisoblanmaysan. Nafs esa seni hech qachon tashlab qo'ymaydi. Shuning uchun toki tirik ekansan, har lahza uning ovozini o'chirishing, hushyor turishing kerak. Dunyoda nima qilayotgan bo'lsang, bilki bu ish yo Alloh uchun, yo nafsing uchun qilinayotgan bo'ladi. Men kim uchun amal qilyapman deb yaxshilab o'ylab, amallaringni aql tarozisida tortib ko'r. Zero Alloh uchun qilgan ishingning oxiri yaxshilikdir. Nafs uchun qilganning esa falokatdir. Bu imtihon ham tugadi. Bundan keyin har doim ko'zimning o'ngida, yonimda bo'lishingni istayman. Yonimdagi xonada yashaysan. Bundan keyin sen mening farzandimsan. Mahmud afandining ko'zlaridan yosh emas, sel oqayotgandek bo'ldi. Endi azobim tindi deganimda tanamda boshqa kattaroq dard paydo bo'ldi. U mendan qocha olmayotganidek, men ham undan uzoqlasha olmayapman. Endi u har doim pirining yonida bo'lar ekan, men nafsman axir. Insonlarga istagan narsamni qildirib ortimdan ergashtiraman. Lekin bundan bu yog'iga aziyat chekadigan, burni yerga ishqalanadigan o'zim bo'laman. Chunki bundan buyon Mahmud afandi uftodaning yonida bo'ladi. Men uchun haqiqiy azob endi boshlanadi. Bursa 1579-yil. Mahmud afandi: nafsingga mashaqqat bergan har bir narsa sen uchun xayrlidir. Mahmud afandi endi mendan kuchli. To'g'ri, u hali menga hukm qila olmaydi, lekin men ham endi unga hukmimni o'tkaza olmayman. Ammo shuning o'zi uning mendan ustunligiga dalolatdir. Yolg'iz qolganida zaif joyini topsam, u bor kuchim bilan unga hujum qilsam, o'z yo'limga tortsam, o'zimga do'st qilib olsam deyman, u buning iloji qayda? U nima amal qilsa ham faqat Alloh roziligi uchun qiladi. Bu esa meni xor qiladi, xolos. Hozir kechalari uxlamay gunohkor odamdek burchak-burchaklarga tiqilib olar, boshini yerdan ko'tarmay gunohu xatolari uchun tavba qilaverardi. Tinmay o'zini ayblayverardi. Har qanday holatda ham mendan ustun edi. Chunki yolg'iz qolgan zahoti Allohim der edi. Allohim, bugungacha men o'zimga zulm qilgan ekanman. Nafsimning yo'lida yurgan ekanman. Amallarimni sen uchun emas, nafs uchun qilgan ekanman. Tavba qildim. Hammasiga bilib bilmay qilgan gunohlarimning hammasiga tavba qildim. Keyin esa har doimgidek hali azon aytilmasidan o'rnidan turar, hovlining o'rtasidagi o'choqqa o'tin qalab, olov yoqib, shayxiga tahorat uchun suv istar edi. Ustozi uyg'ongach uning qo'llariga suv qo'yib turar edi. Shayxi uftoda qayerga borsa u bilan birga borar, bog'chada birgalikda mehnat qilishar, birga Qur'on o'qishar, namoz o'qishar, qalblariga quloq solishar edi. Uftoda unga otadek, Mahmud esa o'g'ildek edi. Uftoda Mahmud afandini bir lahza bo'lsa ham ko'z o'ngidan uzoqlashtirmadi. Mahmudning o'zi ham buni istamas edi. Men endi ularga begona edim, ulardan uzoqda edim. Bu menga berilgan eng og'ir jazo-ku. Insonning ichida bo'la turib undan uzoq bo'lish qanchalik og'ir dardligini bilsangiz edi. Men hech qachon indamay qo'l qovushtirib jim qarab tura olmayman. Mijozimda bunday narsa yo'q. Axir har bir insonning ichida men borman-ku. Ularni ham yo'ldan uraman-ku. Alamimdan xonaqohdagi boshqa darvishlarga ham hujum qila boshladi. To'g'ri, bu Mahmud deganlari uftodaning eshigiga qoziligini, mol davlatini tashlab keldi. Lekin uning sizlardan nima farqi bor? Nima uchun uftoda uni sizlardan ko'proq sevadi? Yoki Mahmudning sizlardan ortiq joyi bormi? Nima uchun uftoda uni bir lahza bo'lsa ham yonidan uzoqlashtirmaydi? Men shunday deb ularning ko'ngliga g'ulg'ula soldim.